Ustozimiz Shayx Hazratlarining huzuriga avvalam aytib berganman, bir inson kelib shunaqa tortishib uchun ustoz yuboribdi. Borasanda shu hadisni aytasan, bularning shayxi bor, u Muhammad Sodiq degan. Shuni oldiga borasanda falon hadis so'raysan debdi. Hazrat endi qabullari tugab eshikni yopib yotsa, bu kirib boribdi. Ya bo'ldi, qabul tugadi hozir, vaqt yo'q desa, u bu qilib iltimos hech qo'ymabdi. Iltimos shu 1 daqiqaga u bu degan ekan, Hazrat bundoq aytibdilar-da, o'sha sen so'ramoqchi bo'lgan hadisni borib o'rgatganlardan so'ra, bor debdilar. Haligi savol so'ramoqchi bo'lgan odam jinni bo'lib qoldi. Hali men sizdan bir hadis so'rayman degan yo'q. Bir hadis so'ragani keldim degan yo'q, hech qanday xabar bergan yo'q. Lekin Rabboniy ulamo, ustozimiz Shayx Hazratlarining ko'ngliga Alloh solib qo'ygan. Avliyolarning karomati haq. Alloh ko'ngliga solib, mana u fitnachi fitna qilish uchun bir hadisni so'rash uchun kelganligini Hazrat bilibdilarda farosatlari bilan sen o'sha so'ramoqchi bo'lgan